Shahlo bolaligidan onasi bilan iliq munosabatda emas edi. Onasi doim qattiqqo'l, talabchan va kam mehribon edi. U qizini yaxshi ko'rardi, lekin buni ochiq ko'rsatmasdi. Qiz bola tarbiyali, mustahkam va sabrli bo'lishi kerak derdi u. Shahlo esa mehr va e'tiborga tashna edi. Onasi bilan his-tuyg'ularini baham ko'rishga qo'rqar, unga samimiy yaqinlasha olmasdi. U bolaligida onam meni yaxshi ko'rmaydi deb o'ylardi. Ko'ngli og'riganida yugurib borib uning bag'riga bosh qo'yish o'rniga yolg'izlikda yig'lardi. Yillar o'tib Shahlo katta bo'ldi. U universitetga kirdi, o'qishni bitirdi, yaxshi ishga joylashdi. U kuchli, mustaqil ayolga aylandi, lekin ichki dunyosida hamon bir bo'shliq bor edi. U har doim boshqalarning mehriga muhtojlik sezar, lekin buni sezdirmaslikka harakat qilardi. Bir kuni u uyga qaytganida onasi kasal bo'lib qolganini eshitdi. Shahlo shoshilib uning yoniga bordi. Onasi hamon o'sha talabchan va qattiqqo'l ko'rinardi, lekin endi qarib qolgan, holi ham yo'q edi. U Shahloning qo'lini ushladi va avval bor aytmagan so'zlarini shivirlab gapirdi. Qizim, men seni juda yaxshi ko'raman, faqat mehrimni qanday ko'rsatishni bilmasdim. Shahloning ko'zlariga yosh keldi. U bolalikdan kutib yurgan so'zlarni eshitdi. U birinchi marta onasini kechirishga tayyor edi. U onasini qattiq bag'riga bosdi. Shu ondan boshlab ularning munosabati butkul o'zgardi. Shahlo tushundiki, onasining mehri hech qachon yo'q bo'lmagan. U faqat boshqacha shaklda ifodalangan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ona bilan munosabatlar har doim ham oson bo'lmasligi mumkin, lekin mehrni topish va kechirimli bo'lish munosabatni yaxshilashning kalitidir. Ba'zan biz izlagan mehr bor yo'g'i ko'rinadigan shaklida emas, balki yurakning chuqurligida yashirin bo'ladi.